500 ming so'mga protsedura qildirdim. 500 dollarga uni davolashtiryapman. 500 ming so'mga lablarini qildirganlar-da, bilmayman qanaqa joyda qildirganlar, lab irib ketganda. Meni oldimga kelyaptilar, lablari ishib ketgan, ichida yiring to'la. Endi mana 500 dollarga menda lichin yo'qotdilar. Bir oy endi qiynaladilar. Nima keragi bor shunaqa arzon, sifatsiz, sertifikati yo'q joylarda protseduralar qildirib. Shu uchun shu videoni ko'rayotganlar albatta kosmetologga kelganda har bitta yuzingizdagi qildirayotgan preparatinglarni, labingizga qildirayotgan preparatinglarni sifati, qayerda ishlab chiqarilgani, srok godnosti, hammasi to'g'risida ma'lumot olinglar, chunki hozir arzon qora bozor tovarlari juda ham ko'payib ketgan. Va eng asosiysi kosmetolog tanlashda adashmanglar, chunki kosmetolog malakasiga juda ham ko'p narsa bog'liq. Videoni hamma tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Agar sizga ham sifatli kosmetolog muolajasi kerak bo'ladigan bo'lsa, shu raqamlarga murojaat qiling, shaxsan o'zim javob beraman.